Assalomu alaykum do'stlar, bu Qozaq Story Time. Biz boshlaymiz. Men Diyor 25 yoshdaman. Hayotim oddiy, ish, do'stlar, sport, hech qanday sirli yoki galati voqealar men bilan bo'lmasligini o'ylardim. Lekin o'sha tun hammasini o'zgartirib yubordi. Hatto oradan yillar o'tsa ham, o'sha kecha har lahzasi xotiramdan o'chmaydi. Chunki men oddiy mehmon sifatida borgan uydan umuman boshqa odam bo'lib chiqdim. Hammasi shunchaki taklif bilan boshlandi. Do'stim Abror. Diyor, ertaga togamning qishloqdagi uyga boramiz. To'y oldidan yigilish bor. Mehmon qilib turishadi, yaxshi o'tadi, dedi. Men boshida bormoqchi emasdim. Men tanimagan odamlar uyga nega boraman? Ammo Abror kuldi. Qo'rqma, ular juda mehmondo'st. Hamma yoshlari bor. Bir kecha turamiz, ertaga qaytamiz. Men rozi bo'ldim. Axir bir kecha mehmon bo'lishdan zarar yo'q-ku deb o'ylagandim. Ammo men bilmagan edim, o'sha uyga qadam qo'ygan har kimning hayoti oson o'zgarmaydi. Qishloqqa yetib borish. Biz mashinada uzoq yo'l bosib, kechki payt qishloqqa yetib bordik. Qorong'u, jim, ammo galati bir sokinlik hukm surardi. Havoda nimadir og'ir edi, tushuntirib bo'lmaydigan bir bosim. Abror kulib, "Mana togamning uyi", dedi. Uy katta, lekin eski edi. Derazalar uzun pardalar bilan yopilgan, ichkaridan hech qanday chiroq ko'rinmasdi. Eshik qarsillab ochildi. Qarshi tomondan oq sochlari yigilgan, yuzida charchoq alomatlari bor, ammo nigohi qattiq bir ayol chiqdi. "Keldinglarmi?" dedi u sokin ovozda. "Ha, togam uyidami?" so'radi Abror. "U ichkarida", dedi ayol. "Kiraveringlar." Ayolning ko'zida galati bir qo'rquv borligini darhol sezdim. U odam qarshilayotgan mehmon kabi emas, balki kelayotgan ofatni kutayotgandek edi. Ichkariga kirdik. Uy issiq, lekin juda jim edi. Devorlarda eski rasmlar, pol ustida qadimiy gilamlar. "Bu mening opam, Fotima opa", dedi Abror. Opa boshini qimirlatdi. "Xush kelibsizlar." Ammo uning nigohi bir zum menga tushdi va o'sha nigoh uzun muddat davom etdi. Go'yo u meni bir joydan tanigandek yoki men haqida nimadirdan hayron bo'lgandek qaradi. Men o'zimni noqulay sezib, "Assalomu alaykum", dedim. Opa asta. "Va alaykum assalom. Diyor, to'g'rimi?" deb so'radi. Men larzaga tushdim. "Siz ismimni qayerdan bilasiz?" Opa boshini egdi. "Abrorning do'stlari haqida eshitganman", dedi. Ammo bu javobni o'zi ham ishonib aytmagandek edi. Men Abrorga qaradim. U esa yelka qisdi. Qorong'u hovli siri. Kechasi ovqatlanib bo'lgach hovliga chiqdim. Havo sovuq, osmon bulutli edi. Hovlining o'rtasida katta, juda eski bir daraxt turardi, shoxlari o'likdek, barglari yo'q. Men unga yaqinlashdim. Daraxt tanasida chuqur tirnalgan izlar bor edi. Go'yo inson tirnog'i bilan tirnagandek. Men qo'rqib ketdim. Shu payt ortimdan kimdir ovoz chiqardi. "U daraxtga yaqinlashma." Men tezda ortga o'girildim. Bu Fotima opa edi. Uning yuzida tashvish bor edi. "Nega?" dedim. "Chunki bu daraxt yaxshi narsani eslamaydi", dedi u. Men kulmoqchi bo'ldim, lekin opa jiddiy edi. "Nima deganingiz?" "Bu daraxt ostida bir voqea bo'lgan. Uni eslab qo'yish ham og'ir." "Qanday voqea?" Opa menga uzoq tikildi. "Agar bilishni istasang ertaga aytaman. Kechasi bu mavzu ochilmasin." Uning ovozida shunday og'irlik borki, yuragim sezib turardi. Bu uyda nimadir sodir bo'lgan. Nimadir dahshatli. Kechasi uyqudan uyg'otgan shovqin. Tunda Abror bilan bitta xonada yotardik. U uxlab qoldi, lekin men ko'z yumolmadim. Uy ichidan galati tovushlar kelardi, ba'zan qadam tovushi, ba'zan pichirlash. Soat tungi 2lar edi. Birdan hovlidan taq-taq-taq degan narsa eshitildi. Men qo'rqib o'rnimdan turdim. Derazaga yaqinlashdim. Pardani sekin ko'tardim. Daraxt yonida bir soya turardi. U odamga o'xshardi.
Juda baland bo'yli. Boshini sekin-sekin ikkiga egib ko'rardi. Men nafasimni ichga oldim. Soya togridan-togri menga qaradi. Ko'zlari yo'q edi. Faqat qora chuqurlik. So'ng u qo'lini ko'tardi va menga ishora qildi. Chiqin. Men dahshatdan orqaga yiqilib tushdim. Birdan eshik ochildi, Fotima opa yugurib keldi. Sen nimani ko'rding? Hovlida kimdir bor. Darhol derazadan uzoqlash. Terak daraxti yonida hech qachon qarama. U meni tortib olib o'tirdi. Nafasi og'ir edi. Bu yerda tunlari hech kim deraza ochmaydi, hech kim hovliga chiqmaydi, hech kim soyalarga tikilmaydi. Men hayratda edim. Kim edi u? Opa ko'zlarini yumdi. U qaytgan odamning soyasi. O'sha daraxt ostida olgan odamning. Men titrab ketdim. Nima uchun menga qaradi? Opa bir oz jim turdi. Chunki u tanlaydi. Har tun biror kishini tanlaydi. Tanlagan odamiga ergashadi. Agar uyni tark etsa, uni kuzatadi. Va bir kuni olib ketadi. Olib ketadi. Ha. Nega aynan men? Opa qizarib ketdi. Chunki u odam olgan kuni sening tugilgan kuning bo'lgan. Bu gapdan nafasim tiqildi. Bu nimani anglatadi? Ba'zan ruhlar aynan o'sha kuni tugilgan tanlarni izlaydi. Ular o'z umrini davom ettirish uchun. Ular qayta yashashni istaydi. Men yutqazdim. Demak, u meni tanlaganmi? Opa javob bermadi. Ammo ko'zidagi qo'rquv javob o'rnida edi. Tunda eshitilgan ism. Yotishga harakat qilib, o'zimni majburlab ko'z yumdim. Lekin ichimda bir vahima bor edi. Soat 3:27. Birdan qulog'imga juda yaqin ovoz eshitildi. Diyor. Men sapchib o'tirib ketdim. Xonada hech kim yo'q edi. Faqat sovuq shamol eshik tagidan kirardi. Yana ovoz. Chiqin. Bu safar pichirlash emas, odamning ovozi edi. Erkak ovozi. Chuqur, sovuq. Men Abrorni uyg'otdim. Abror. Abror, tur. Nima bo'ldi? Dedi u ko'zini ishqalab. Kimdir meni chaqiryapti. Abror kuldi. Sen tush ko'ryapsan-da. Yotaver. Ammo men bilardim, bu tush emas. Bu ovoz meni tanlagan edi. Ertalabki oshkor bo'lgan sir. Ertalab nonushtada men Fotima opadan so'radim. Kechagi odam yoki soya u kim edi? U odam emas, dedi opa. U qo'shnimiz Muso edi. U shu daraxt tagida olgan. Yillar oldin. Qanday olgan? Opa chuqur xo'rsindi. Uni kimdir chaqirgan. U tunda derazadan qaragan. Va ergashgan. Ertalab esa jasadini daraxt ostidan topishgan. Ammo eng dahshatlisi, tanasida tirnalgan izlar bor edi. Go'yo kimdir uni sudragandek. Men nafas ololmay qoldim. Nega u qaytgan? Hech kim bilmaydi. Lekin u har tun turibdi. Har safar kimnidir chaqiradi. Hamma buni biladi. Shuning uchun bu uyga mehmon kelmaydi. Faqat sen tasodifan shu uyga tushding. Men boshimni changalladim. Nega meni chaqiryapti? Chunki sen uning o'rniga munosib odamsan, dedi opa. U tiriklayin sening tanangga muhtoj. Mening tanamga. Ha, qayta yashash uchun. Tunda boshlangan qo'rquv yana qaytadi. O'sha kechasi men uxlay olmadim. Derazani yopdim, chiroqni o'chirganim yo'q. Ammo baribir soat tun 2 bo'lganda o'sha tovush qaytdi. Avval devor tirnalgandek bo'ldi. Keyin eshik qo'ynagandek. So'ng ichkariga shivirlagan ovoz kirdi. Diyor, chiqin. Men yostiq bilan quloqlarimni yopdim. Ammo ovoz to'xtamadi. Sen kelding, endi men bilan ketasan. Birdan deraza ozozdan ochilib ketdi. Men yugurib eshik tomon bordim. Abror uyg'ondi. Jinnimsan? Qayerga ketyapsan? U meni chaqiryapti. Hech qayerga chiqma. Ammo deraza tashqarisida Musoning soyasi yana turardi.
Bu safar u menga juda yaqin edi. Uning lablari qimirlagancha bir gapni takrorlardi. Men seni tanladim. Ko'zlarim qorayib ketdi. Birdan kimdir orqamdan qo'limni mahkam ushlab tortdi. Bu Fotima opa edi. U qichqirdi. Derazaga qarama. Men qotib qoldim. Abror ham hayqirdi. Fotima opa meni xonaga tortib kirdi, derazani qattiq yopib, xonani qulfladi. Bu tun tugasa, balki hal qilamiz, dedi opa. Lekin agar yana derazadan qarasang, u seni olib ketadi. Nega men? Nega aynan men? Opa ko'zlarini yumdi. Chunki sen kelishingdan oldin u kecha birinchi marta ism aytgan. Va o'sha ism sening isming edi. Mening isminimmi? Opa boshini qimirlatdi. Ha. U seni kutgan. Yillar davomida. Men o'tirib qoldim. Nafasim titrardi. Lekin opa keyingi gapida eng dahshatlini aytdi. Va agar sen bu uydan ketmoqchi bo'lsang, u seni izlab boradi. Qayergacha? Qayerga borsang, o'sha yerga. Men titrab ketdim. Unda nima qilamiz? Fotima opa qo'limni ushlab. Agar sen istasang, biz ruhni qaytarish marosimini qilamiz. Lekin bu juda xavfli. U seni oldirishi ham mumkin. Men rozi, dedim men titrab. Faqat undan qutulsam bo'ldi. Opa sekin bosh irgadi. Unda ertaga kechasi marosimni boshlaymiz. Men unga qarab. Opa, marosim qanday tugashi mumkin? Opa sokin ovozda javob berdi. 3 xil yo'l bor. Ruh yutadi, sen olasan. Ruh yo'q bo'ladi, sen tirik qolasan. Ruh seni egallaydi, sen tirik ko'rinasan, lekin aslida sen bo'lmaysan. Men larzaga tushdim. Ammo opa oxirgi gapida eng dahshatini aytdi. Lekin men bir narsadan qo'rqyapman. Nima? Ko'p yillik kuzatishimga ko'ra, u odam faqat kimnidir tanlamaydi. Unda nima qiladi? Fotima opa menga tik qarab shunday dedi. U odam o'sha tanlagan insonning taqdirini o'zgartiradi. Uni o'zi qilgan jinoyatni davom ettirishga majbur qiladi. Men orqaga chekindim. Qanday jinoyat? Muso nima qilgan? Opa titrab. Muso tirik paytida odam o'ldirgan. Va endi o'sha yo'ldan seni olib o'tmoqchi. Men qichqirib yubordim. Men oddiy mehmon bo'lib kelgandim. Ammo o'sha tun hammasi butunlay boshqacha tugadi. Va ertangi kecha meni yoki qutqaradi yoki yo'q qiladi. Marosimga tayyorgarlik, daraxt ostidagi sir va Musoning o'tgan hayoti. Ertasi kuni uy ichida hamma xavotirda edi. Fotima opa nonushtani mayin sozlar bilan tortib berdi-ku, ammo har bir harakatida qoltirishgandek edi. Abror yuzini tutib, xuddi nimanidir yashirmoqchi bo'lgandek. Men esa ichimdagini gapira olmasdim. O'sha tun yetarli darajada meni charchatgan edi. Marosimni Fotima opa, qishloqdagi eng qadrli ayollardan biri, xonim Hamida, u ham Fotima opaning akasi tomonidan chaqirilgan qariyalar orasida bilan birga o'tkazishga qaror qilishdi. Hamida Mo'minga o'xshash ayol edi. Ko'p tilli so'zlar, qadimiy doiralar, aytilmas qoidalar bilan ishlardi. Uning ko'zlari o'tkir, ovozi esa qattiq edi. Bu marosimni biz faqat ehtiyot bilan o'tkazamiz, dedi Hamida. Agar biror narsa noto'g'ri bo'lsa, hamma hayotimiz xavf ostida bo'ladi. Men jimgina bosh irgadim. Hamida ko'zini menga tikdi. Diyor, sen buni tushunishing kerak. Ruhlar bilan ishlash bu shou emas. Bu jiddiy sinov. Qarang, u seni tanlagan. Tanlashning sababi sening ichingdagi bir bo'lak. Agar bu bo'lakni to'liq yechib olsak, hamma tinch bo'ladi. Ammo agar biroz xato qilsak, natija dahshatli bo'ladi. Men ichimda charchoq bilan qo'rquv aralashdi. Ammo bir narsani aniq bilardim, uyimga borib, o'sha qorong'u soyadan qochib ketish hammasini hal qilmasdi. U meni topardi. Fotima opaning aytganiga ko'ra, ruh meni izlab topadi. U tanlagan kishini butunlay egallash uchun uzoqqa ergashadi. Qochish vaqtinchalik bo'lardi. Tayyorlov ishlari. Marosim tuniga tayyorgarlik boshlandi. Hamida eski daftardan bir necha yozuv o'qidi. U chiroqlarni maxsus tartibda joyladi.
to'rtta shamni tortdi burchakka va bir shamni markazga. Shamlar qadimiy yog'da yoqildi, ularning qoldigi hayotiy energiyani og'ziga tortishi kerak edi. Fotima opa esa daraxt atrofini shudring bilan yuvdi. U daraxt ildizlariga tuz sepdi va kichik nigohlar qildi. Abror derazalarga taxtalarni mahkam bog'ladi, o'sha tunda yana hech kim chiqmasligi uchun. Mening vazifam marosim davomida Hamidaga yordam berish, shamlarni nazorat qilish va agar biror narsa bo'lsa, qutqaruv signalini berish edi. U qutqaruv signali galati, ammo aniq 3 marta pichirlangan, yo'q hammani to'xtatishi, 1 marta esa ket. Hammani qochirish kerak. Musoning hayoti haqida eshitganlarim. Marosimga tayyorgarlik paytida men Muso haqida ko'proq ma'lumot to'pladim. Qishloq aholisi eski voqealarni butunlay ochiq aytmas edi, lekin qahva ustida, changli savat ostida ayrim hikoyalar chiqib qoldi. Muso 60da tarbiyachi sifatida ishlagan yigit bo'lgan. U yaxshi o'qituvchi, qishloq bolalarini yaxshi ko'rgan. Lekin bir payt uning hayoti o'zgargan, u bir hodisa guvohi bo'ladi. O'sha hodisa uning ichida qotib qolgan bir hissiy o'zgarish uyg'otgan. Bu his qizgin gazab va adovat edi. Bir payt Muso ishdan qaytayotganida bir guruh bor ishchilar bilan to'stopolon bo'lib qoladi. Shu vaqt ichida kimdir halokatga uchraydi. Muso qoli yetmagan, lekin hamma uning ustiga haqoratli ko'z bilan qaradi. Vaqt o'tib, Muso hammasini unutishga harakat qildi, ammo uni ichidan nimadir yemirdi. U doimiy tushkunlik va qasos haqida o'ylardi. Bir kuni qishloq bo'ylab mish-mish tarqaldi. Muso kimdirni o'ldirgan. Qanday qilib yoki nima sababdan, aniq yo'q, ammo jonivorni yo'q qilib qo'ygan. Hukm chiqarish oson edi, odamlar Musoni yomon ko'rishni boshladi. U nafaqat jamiyatdan chetlatildi, balki uning uyi ham yoqib yuborildi, uyidan ajraldi. Bu voqealardan so'ng Muso yo'qolib ketdi. U topilmadi. Ba'zi qishloq kattalari uning joni ketgan, ba'zilari esa uni o'ldirishdi degan gapni oshirib yurishardi. Ammo men sezdiki, Muso haqiqatan ham o'sha darajada yovuz bo'lmagan. U xatoga yo'l qo'ygan bo'lishi mumkin, lekin ruhiy va insoniy noqulayliklarni ham unutish mumkin emasdi. Shunday bo'lsa-da, uning o'lgan kuni daraxt ostidagi voqea yuz bergan. O'sha kuni qorong'uda bir necha kishining ko'zi Musoning ustiga tushadi va u o'sha kundan beri yo'q. Kechqurun, marosim oldidan so'nggi gaplar. Marosim boshlanishidan oldin Fotima opa mening yuzimni ushlab: "Diyor, sening ichingda boshqacha narsa bor. O'zingni majburlama, agar his qilsang, ogohlantir", dedi. "Men ham qo'rqaman, opa", dedim men. U boshini silab, qo'limni qattiq ushlab: "Qo'rqish insoniy, lekin jang ruhdagi o'tkir narsalarni sinovdan o'tkazadi. Sen butun jamoa uchun mas'ulsan. Agar biror signal bersang, biz seni qutqaramiz." Hamida esa yana bir bor qadimiy so'zlarni takrorladi. "Agar u seni chaqirsa, uni ishtiyoqqa solma. Haqiqiy nomni eshitmasdan javob bermagin. Nomni bilish uning kuchini oshiradi." Bu gapi menga teskari bo'lib tuyuldi. Oldingi daftarda ismni bilsa ruh bo'ysunadi deb yozilgandi. Endi Hamida ismni bilish kuchini oshiradi degan gapni aytadi. Bu ziddiyat meni yanada chalgitdi. Qaysi biri to'g'ri? Qaysi yo'l aslo xatosiz? Marosim boshlanadi. Kechqurun hamma joy qoralandi, eshiklar to'liq mahkamlandi. Fotima opa yuqoridagi qoidalarga rioya qilib marosim doirasini chizdi. Shamlar yoqildi. Shamlarin qarshi taraflarda turgan qishloq oqsoqollari hamda 1-2 yaqin qarindosh Hamidaning shogirdlari. Hamida baland ovozda so'z boshladi. Ruhning yaqinligi jimlikda namoyon bo'ladi. Biz uni nafrat bilan emas, yordam bilan majbur qilamiz. Men doira ichiga o'tirib qo'llarimni tutdim. Hamma jimgina, nafas olinganini eshitish mumkin edi. "Diyor, e'tiborli bo'l", dedi Hamida. "Sensiz marosim uchramaydi. Agar biror narsa bo'lsa, bir marta ket desa bo'lgani." Doira markazidagi sham markaziy nurni taratar edi. O'sha lahzada deraza tagidan bir shitobli shamol urildi. Shamning ochishi bilan butun xona titrab ketdi. Derazadan tashqariga qarab, daraxt tomon soya sekin kelib chiqdi. Bu soya shunchalik real ediki, odamga o'xshash shakli aniq ko'rinar edi.
Qorong'uda uning o'ziga xos bir jilosi bor edi, nafas kabi, ammo sovuq. Soya asta-sekin doiraga yaqinlashdi, lekin Hamida uni yengil chaqirdi. Bu yerda bo'lish huquqing yo'q, dedi u baland. Soya to'xtadi, lekin gapirmadi. Keyin past ovozda eshak sopigidagi o'tkir shivirdek eshitildi. Diyor. Men ichimdan qichqirdim. Bu ovoz tanish bo'lishi mumkin emas edi, ammo u menga galati tanish tuyuldi. Ovoz bilan yuzma-yuz. Ovozni eshitgach, mening tanam o'z-o'zidan bezovtalanib, yuragim tez urdi. Hamida qo'llarini ko'tardi va o'sha qadimiy so'zlarni ayta boshladi. Shamlar titradi va doira ichidagi nur kuchayib ketdi, ammo soya qotib turibdi. Soya yana takrorladi. Diyor chiqqin. Men bir zumga jim qoldim. Ichimdagi hamma bosim, butun ishonchsizlik, hammasi bir zumda to'qnashdi. O'sha paytning o'zi men hayotimdagi eng og'ir qarorni qabul qilishim kerak edi. Agar men derazaga qarasammikin? Agar men javob bersammikin? Hamida aytgan ismni eshitish kuchini oshiradi, yoki daftarda yozilgan ismni bilgan ruh bo'ysunadi. Qaysi biri haqiqat, qaysi biri yolg'on? Men qattiq nafas oldim. Ket, degan sozim sifatsiz chiqdi. Bu oddiy signal bo'lish kerak edi, lekin lablarim titrab meni qiynadi. Soya jilmaydi yoki raqsi boshladi, u biroz orqaga tortildi. Hamma tinchlandi. Ammo keyingi fojia bir lahzalik bo'ldi. Soya pichirladi. Men seni tanladim. O'sha pichir mening eshitishimdan o'tib yuragimga urildi. Bu gap tan olish edi. Doira ichida turgan shamlar o'girlanib to'kildi va hatto Hamidaning qo'llari ham silkinib ketdi. U ismni aytdi. Fotima opaning ovozi tutun kabi chiqdi. U ismni aytdi. Abrorning yuzi oqargan edi. Hamida baland ovozda. Hech kim ismga javob bermasin, dedi. Ammo kech edi, bir kimsa ismni eshitgan edi. Va bu menga qarshi bo'ldi. Marosim tugashga yaqinlashadi. Marosim davom etdi. Hamida va Fotima opaning qadamlari bir-biriga qarshi ketdi. Soya asta-sekin jimlab qoldi. Shu payt men butun bosimni his qildim, ko'nglim tikildi va ichimdan o'ta sovuq narsa keldi. Men seni kutdim, dedi Soya past ovozda. Endi ketish vaqti keldi. Men birdan o'zimni tutolmay oyoqqa turdim. Nega meningcha? Dedim men baland. Soya jilmaydi, ammo uning qarashida nimadir o'zgarib ketdi. Bu sovuqlik, bu galati e'tibor, go'yo u o'ylab qolgan edi. Sen meni topding, dedi u sekin. Sen mening qoldigimsan. Sen mening xotiramni davom ettirasan. Men titradim. Bu gaplar hayotimga aniq tahdid bo'lib tushdi. Marosim oxirgi bosqichga o'tayotgandi. Hamida bizni doira ichida chaqirgan so'zlar bilan oxirgi yozuvni aytarkan, men o'zimni qandaydir cheklov ichida his qildim. Qorinim ichida nimadir yirtilib ketgandek tuyuldi. Vaqt to'xtaganday bo'ldi. Shu dam ko'z oldim qoraygach, men hammani eshitmay qoldim. Faqat shu so'z qaytadi. Diyor birga bo'l. Hamida aytayotgan marosim so'zlari havoni larzaga solib turgan paytda men birdan o'zimni ikkiga bo'lanayotgandek his qildim. Xonadagi shamlar titray boshladi, devorlar gichirlab ketdi va havo ichidan o'sha tanish pichirlash qaytdi. Diyor, sen meni eshitding. Endi men sendaman. Bu ovozni eshitish bilan menda dahshatli og'riq paydo bo'ldi, yuragim ikki tomonga tortilayotgandek. Diyor, deb baqirdi Fotima opa. Qarshilik qil. U seni egallamoqchi. Men tishimni tishlab qo'llarimni musht qildim. Hamida esa marosimning asosiy so'zlarini aytishni davom ettirdi, lekin uning ovozi tobora adashayotgandek tuyulardi. Bu paytda Soya doiraga yaqinlashdi, uning shakli yanada tiniqlashdi. Endi u faqat soya emas, odamning aniq konturiga ega edi. Lekin yuzida ko'z o'rnida bo'shliklar, lablari esa qorong'u chiziqlar edi. Soya past ovozda kuldi. Kulgi xonani uzra yashin kabi tarqaldi. Vazgeç, Diyor, dedi u, sen kuchisan. Marosim seni saqlay olmaydi. O'zingga qara, yuraging allaqachon menga tegishli. U qo'lini ko'ksim tomon cho'zdi.
Men birdan nafas ololmay qoldim. Yurakdagi og'riq. Yuragim ichida nimadir yorilayotgandek edi. Go'yo ichimdan qandaydir issiq energiya tortib olinayotgandi. Oyoqlarim qaltirab yerga chokib tushdim. Hamida darhol baqirdi. Fotima. Doira ichiga suv seping. U tanasini ajratmoqda. Fotima opa kulcha shaklidagi idishdan suvni sepdi, lekin suv polga tekkan zahoti buk bo'lib ketdi. Ruh suvga tegishi bilan qichqirdi. Istagancha urinib ko'ringlar. Uning yuragi menga bog'langan. Men uni o'zimniki qilaman. Men yerga o'tirgancha ko'zlarimni yumib ovozdan qochmoqchi bo'ldim. Ammo u bevosita boshim ichida yorar edi. Muso emasman, endi men o'zimni topdim va seni ham o'zim qilaman. Bu gapdan so'ng yuragimda sovuq zarba bo'ldi. Ichimdan bir ovoz eshitildi. Unga taslim bo'lsang, og'riq yo'qoladi. Men boshimni silkidim. Yo'q. Men taslim bo'lmayman. Soya qahr bilan chinqirdi. Sen bilmagan narsang bor. Dedi u Muso olganida u aldamagan. U seni kutgan edi. Chunki sen uning o'rnini egallash uchun tugilgan eding. Bu gap meni larzaga soldi. Nima deyapsan? Sen tugilgan oy, tugilgan sana. Muso olgan kecha bilan aynan bir kun edi. Bu tasodif emas edi. Sen tugilganing bilan mening yo'limni davom ettirishing kerak edi. Men hayratda qoldim. Miyam muzlab ketdi. Bu nimani bildiradi? Dedim titrab. Soya menga yaqinlashib past ovozda javob berdi. Bu sen ham men kabi ikki olam o'rtasida tugilgansan degani. Senda normal odamlar ko'rmaydigan narsani ko'rish qobiliyati bor. Sen ruhlarni seza olasan. Vaqti keladi, sen ham meni davom ettirasan. Hamida bu gaplarni eshitib titrab ketdi. Diyor. Unga quloq solma. Bu yolg'on. Yolg'on emas, dedi Soya. Haqiqatning ochilishi. Soya sekin menga yaqinlashdi. Endi u juda aniq ko'rinardi. Uzun bo'yli erkak, qalin paltosi bor, lekin yuzida odamga o'xshash hech narsa yo'q, faqat chuqurlik. Muso haqiqatan ham o'z joniga qasd qilgan, dedi Soya. Uni hech kim o'ldirmagan. U o'zini daraxtga bog'lab tirnalgan izlar bilan o'zi qoldirgan. Chunki u tushundi, uning ichida men bor edim. U odamga aylana olmasdi. Hammaning yuziga rang kirib ketdi. Hamida pichirladi. U o'zini qurbon qilgan ekan. Men esa o'sha daqiqada dahshatli narsani tushundim. Demak, sen Muso emas ekansan. Soya quvonch bilan javob berdi. Ha, men Muso emasman. Men odam ham emasman. Men ruhlar va odamlar orasida qolgan kuchman. Men yangi tanani izladim. Va men seni tanladim. Bu gap so'nggi tomirlarimgacha muz kabi bordi. Diyorning ichki uyg'onishi. Aynan o'sha paytda men o'z ichimdan boshqa tovushni his qildim. Bu meniki emas, lekin kimningdir menga yordam berishga uringani edi. Sen unga o'xshamaysan. Bu ovoz iliq edi. Moviy nur kabi. Men hayron bo'ldim. Sen tanlanmagan emassan, sen tanlagansan. Men ovozni tanidim, bu Musoning asl ruhi edi. Muso senmisiz? Dedim ichimda. Ha, menman. Men seni bu ofatdan qutqarmoqchiman. U aytayotganlarning yarmi yolg'on. Sen uning o'rniga tugilmagansan. U shunchaki sening qo'rquvingdan ozuqa oladi. Men ko'zlarimni ochdim. Soya qichqirdi. Muso, sen qaytdingmi? Sening ruhing yo'q edi. Yo'q, men yo'q bo'lmaganman. Bu yigitning ichki yaxshiligi meni uyg'otdi. Hamida hayratdan. Bu nima? Bu ikki ruh o'rtasidagi kurashmi? Dedi larzaga tushib. Fotima opa yiglab yubordi. Diyor, sening ichingda Musoning qoldigi bor ekan. Men hech narsani tushunmasdim. Qanday qilib? Muso ruhining ovozi sekin javob berdi. Tunlari sen eshitgan ovozlarning hammasi u emas edi. Ba'zilari men edim. Men seni ogohlantirmoqchi bo'lgan edim, lekin kuchsiz edim.
Soya, qorong'ulik ruh otli gazab bilan otilib keldi. Sen menga himoya bergan tanani uzatirding, deb chinqirdi. Hozir ham mangaga tegishlisan. Men qo'rquv ichida bo'lsam-da, ichimdan Muso menga kuch berdi. Endi sen o'zingga ishon. Sen men emas, sen u emas, sen ozligingdir. Yovuz ruhning hujumi. Birdan derazalar yorilib ketdi, shamlar ochdi. Xona qorong'uga botdi. Soya doira ichiga kirishga harakat qildi. Hamida esa bor kuchi bilan qarshilik qilardi. Doira nur chiqarib, ruhni itarib turardi. Ammo yovuz ruh kuchli edi. Doira menga to'siq bo'lmaydi, deya baqirdi u. Nur yorildi. Bir sham ochdi. Hamidaning yuziga qonga o'xshagan qora suyuqlik sachradi. U yiqilib tushdi. Fotima opa qichqirib yubordi. U doirani sindiryapti. Menga bir zumda tanlov qilish kerak edi. Kurashamanmi? Yoki taslim bo'lamanmi? Men qo'llarimni ko'ksimga qo'ydim. Ichkaridagi Muso shunday dedi. Tanangni himoya qil, Diyor. Men sen bilanman. Men o'zimni tiklab ruhga qarab baqirdim. Men seniki emasman. Men senga bo'ysunmayman. Soya menga otilib dedi. Unda seni oldiraman. Eng dahshatli lahza ruh tanaga uradi. Ruh to'satdan meni urdi. Tana ichiga sovuq zarba kirib ketdi. Men polga yiqildim. Butun tanam muzlab qoldi. Ko'z oldim xiralashdi. Yuragim 2 marta zarba berdi. Keyin hech narsa. Faqat qorong'ulik. Ichkaridan so'nggi ovozni eshitdim. Diyor, tur, bu hali tugamadi. Men hushimdan ketdim. Uyg'onganimda ko'zlarimni ochsam, xona halokatli holatda edi. Devorlar tirnalgan, shamlar yongan, pol ustida qora izlar bor. Hamida hushsiz yotardi. Fotima opa titrab yonida o'tirgan. Abror esa menga qarab o'tirardi, yuzida vahima. Diyor, sen tirikmisan? Men qo'llarimni ko'ksimga qo'ydim. Ruh ketdimi? Abror ko'z yoshlarini artdi. Yo'q. Men qo'rqib unga qaradim. Nega? U sekin dedi. Chunki marosim tugamadi. U seni egallay olmadi, lekin seni tark ham etmadi. Men yuragimni ushladim. Ichimda bir narsa qimir etardi. Demak, u mening ichimdami? Fotima opa boshini egdi. Ha. U ham sening tanangda, ham bu dunyoda. Va bu eng xavfli holat. Hamida hushiga kelib sekin bosh ko'tardi. Diyor. Ha. Dedim. U qo'rqinch bilan dedi. Marosimdan so'ng ruh sening ismingni o'zgartirdi. U seni o'ziga bo'gladi. Endi u seni chaqira oladi. Men titrab ketdim. Qanday chaqira oladi? Hamida javob berdi. U seni ism bilan chaqiradi. Va agar sen javob bersang, sen unga butunlay tegishli bo'lasan. Men o'tirgan joyimda muzlab qoldim. Hamida davom etdi. Ammo eng dahshatlisi, u sendagi boshqa qismga tegindi. Qaysi qismga? Hamida ko'zlarini yumdi. Insoniy ruhingning eng chuqur, eng zaif joyiga. Men tushunmadim. Bu nimani anglatadi? Hamida tik qarab so'nggi so'zni aytdi. Bu u seni endi faqat oldirmaydi. U seni o'ziga aylantirmoqchi. Va bu jarayon allaqachon boshlangan. Men dahshatdan tom ma'noda nafas ololmadim. Muso ruhining ovozi esa sekin pichirladi. Bizning vaqtimiz kam qoldi, Hamida aytgan, jarayon boshlangan, degan so'zi meni ich-ichimdan larzaga soldi. Men hanuz titrab o'tirardim. Xonada shamlar asta-sekin qayta yoqildi, ammo ularning nuri xira ko'rinar, go'yo qo'rquvning soyasidan titrardi. Bu jarayon qachondan beri boshlangan? Dedim ovozim zo'rga chiqib. Hamida qo'llarini titratib ohista javob berdi. Ruh marosim paytida seni egallay olmagan bo'lsa-da, sening ichki eshigingni ochdi. Endi u sendan kuch olmoqda. Sen qarshilik qilmasang, u seni asta-sekin o'zgartiradi. Men tom ma'noda dahshatdan muzlab ketdim. Qanday o'zgarish?
Fotima opa qo'rqinch bilan javob berdi. Birinchi o'zgarish uyquda boshlanadi. Sen tush bilan haqiqatni aralashtirib yuborasan. Nazrlar seni chaqiradi. So'ng uning ovozi uygoq holda ham eshitila boshlaydi. Men beixtiyor bo'ynimni ushladim. Bu allaqachon bo'lyapti. Abror bu gapni eshitib ko'zlarini kattalashtirib. Diyor. Qachon? Nega bizga aytmading? Dedi. Men boshimni egdim. Chunki men o'zimga ham ishonolmadim. Tushlar aralashib ketdi. Kim haqiqiy, kim emas bilolmay qoldi. Shu payt Hamida og'ir ohangda davom etdi. Ikkinchi o'zgarish tanada boshlanadi. Nafasing o'zgaradi, tomiring boshqacha uradi. Sening yuzingda, qo'llarida, ko'zlaringda o'zgarishlar sezila boshlaydi. Buni odamlardan yashirib bo'lmay qoladi. Men hayron qaradim. Menda hali hech narsa o'zgarmadi-ku. Hamida unga tik qaradi. Sen oynaga qara. Men asta-sekin yonimdagi devorda osilgan eski metall oyna tomonga bordi. Oynaga qaradi. Ko'zlarimning atrofida nozik qora halqalar paydo bo'lgan edi. Issiq rangdagi ko'zlarim ichida galati qorong'u nuqtalar bor edi, go'yo biror narsa ichkaridan qarab turgandi. Men sekin pichirlab yubordim. Bu men emasman-ku. Muso ruhining ovozi ichimdan pichirladi. Bu hali boshlanishi. U sening ko'zlaringdan dunyoni ko'rmoqchi, seni to'liq egallashdan oldin. Soya, qorong'ulik ruh esa xonani larzaga solgan ovozda kul. Sen mendan qocholmay. Men sen bilanman. Har nafasda. Har zarbada. Sen o'zgaryapsan. Diyor, buni his qilyapsanmi? Hamida esa qo'lini ko'tardi. Bizni tingla, Diyor. Ruhning haqiqiy ismi va uning kuchi. Hamida kitobda yozilgan narsani izohlashni davom ettirdi. Har bir ruhning asl ismi bo'ladi. Agar kimdir uning ismini aytsa, u kuchliroq bo'ladi. Shuning uchun ruhlar ismini yashiradi. Lekin Muso o'zini himoya qilolmagan. Uning ichidagi mavjudot uning ismini olib kuchga aylantirgan. Men hayron bo'ldim. Demak, bu ruhning asl ismi nima? Hamida qo'rqinch bilan bosh chayqadi. Bu ismni tilga olish ruhni kuchaytiradi. Lekin sening holatingda menga aytishga to'g'ri keladi. Chunki sen unga bog'langan bo'lsang, uning ismini bilmasang, uni ajratib bo'lmaydi. Men ichimdan chuqur nafas oldim. Ayting. Men bilishim kerak. Hamida bir zum sukut saqladi, nihoyat aytdi. Uning ismi Kaltora. Bu ism aytilgan zahoti xona ichida shamlar uchib, havoda sovuq to'lqin tarqaldi. Devorlar qarsillab titradi. Ruhning ovozi birdan xonani larzaga soldi. Meni nomim bilan chaqirama. Men qo'rquvdan orqaga tisarildim. Hamida esa davom etdi. Kaltora bu ruhlarning qora yo'lini bosib o'tgan, odamni egallashni o'rgangan eng xavfli nomlardan biri. Bu ismni bilgan odam unga murojaat qila oladi. Lekin bir xato va ruh uni egallaydi. Soya kark etib kuldi. Sen endi ismimni bilasan, Diyor. Bu esa senga kuch bermaydi. Bu menga senga kirish eshigini kattaroq ochadi. Mening boshim qattiq og'rib ketdi. Ichimda kimdir tirnay boshlagandek edi. Abror menga yugurib keldi. Diyor, og'zingni bos. Men qichqirib yubordim. U mening ichimda qimirlayapti. Hamida baqirdi. Bu Kaltoraning birinchi bosqichi. U sening yuragingga yaqinlashyapti. Agar hozir unga ro'yxush bersang, u seni darhol egallaydi. Men tishimni tishlab, qarshilik ko'rsatdim, lekin og'riq kuchayardi, har nafasimda yomon sovuq narsa ko'kragimga botib kirardi. Diyorning tanasida o'zgarish boshlanadi. Birdan qo'llarim muzlab ketdi. Oyoqlarim titrar edi. Ko'zlarim xiralashdi. Men oynaga qarab hayqirdim. Ko'zlarimning orta qismi qoraygan edi. Oddiy odam ko'ziga o'xshamay qolgandi. Go'yo kimdir ichimdan dunyoni tomosha qilayotgandek. Yo'q, dedim men qichqirib. Men bunga yo'l qo'ymayman. Kaltoraning ovozi jimgina. Sen yo'l qo'ymaysan.
Lekin tanang allaqachon meni tanladi. Men ichki qarshilik bilan qichqirdi. Men senga tegishli emasman. Ruh kuldi. Mana shu so'z mening eng yaxshi ozuqam. Qarshilik qilavergin, shunda men yanada kuchliroq bo'laman. Musoning ruhi yordamga keladi. Birdan ichimda issiq nur paydo bo'ldi. Ovoz qaytdi. Diyor, kuch to'play, men shu yerdaman, uni to'xtatamiz. Bu Musoning ruhiy ovozi edi. U avvalgidan aniqroq, kuchliroq eshitilardi. Kaltora qahr bilan chinqirdi. Muso, sen hali ham bormisan? Seni tamom yo'q qilganman. Muso sokin javob berdi. Men Diyor orqali qaytdim. Sen men bilan emas, biz bilan kurashasan. Birdan xonani yorqin nur to'ldirdi. Soya orqaga uchib ketdi. Shamlar yana yoqildi. Men nafasimni tiklab Musoning ovoziga quloq soldim. Men sening qalbingga kirganimdan beri sen bilanman. Sen noto'g'ri tugilgansan deb o'ylama. Sen tanlangan emassan. Sen qarshilik qiluvchi odamsan. Shuning uchun u seni tanlamoqchi. Chunki sen kuchsan. Bu gaplar meni o'ziga qaytardi. Qorong'ulik ustidan nur yengil yengayotgandek tuyuldi. Kaltora bexosdan haqiqatni aytadi. Soya asta-sekin o'z holiga qaytdi. Ammo bu safar u gazab emas, qo'rquv ichida edi. Men yo'q bo'lishni istamayman, dedi u. Hamida hayratda. Ruh qo'rqayapti. Soya past ovozda davom etdi. Men Musoni tanlaganda u kuchli edi. Lekin u meni qabul qilmadi. Sen esa, sening ichingda ikki yo'l bor. Yaxshi yo'l va yovuz yo'l. Men shuning uchun seni tanladim. Men qiyin nafas oldim. Sen meni yovuz qilishni xohlaysanmi? Yo'q, dedi Kaltora. Men seni kuchli qilishni xohlayman. Meni ichingda saqla, sen olmas bo'lasan. Qorong'ulikdan qo'rqmaysan. Odamlar seni sezmaydi. Sen ruhlar dunyosini boshqarasan. Men titrab ketdim. Bu vasvasa edi. Lekin yuragimning bir chekkasi bu kuchni his qilgandek bo'ldi. Yo'q, men bunga rozi bo'lmayman. Kaltora asta-sekin yaqinlashdi. Agar rozi bo'lmasang, seni yo'q qilaman. Hamida qichqirdi. Diyor, unga javob berma. Lekin kech edi. Kaltora birdan tanamga zarba berdi. Men polga yiqildim. Ko'zlarim yana qoraydi. Ruh meni tanlab oladi. Men hushimdan ketar ekanman. Kaltoraning oxirgi pichirlashini eshitdim. Yarmini oldim, qolganini kechasi olaman. Men dahshatdan qichqirdim. Yo'q. Shu bilan men hushimdan ketdim. Uyg'onganimda ko'zlarimni ochsam, tong yorishayotgan edi. Hamma charchagan. Hamida yotibdi. Fotima opa yig'lab o'tiribdi. Abror boshimda. Abror menga qaradi. Diyor, biz seni tutib qoldik, ammo ruh ketmagan. Men titrab so'radim. U nimani aytdi? Hamida past ovozda dedi. U dedi, kechasi sening qolgan qismini olaman deb. Men yuragimni changalladi. Qachongacha? Hamida sekin javob berdi. Bugungi tun hal qiluvchi tun. Bu oxirgi imkon. Yoki sen uni yengasan, yoki u seni egallaydi. Men chuqur yutindim. Unda men jang qilaman. Bu safar oxirigacha. Hamida ko'zlariga yosh olib bosh irgadi. Ammo bir narsa bor, dedi u, bu safar marosim yetmaydi. Bu safar sen o'zing kurashasan. Ruhiy dunyoda. Yolg'iz. Men ko'zlarimni yumdim. Ichimda Musoning ovozi pichirladi. Biz yolg'iz emasmiz. Men sen bilanman. Men mushtimni qisdim. Unda boshlaymiz. Lekin hech kim bilmas edi. Kaltora bu tun uchun maxsus narsa tayyorlab qo'ygan edi. U faqat Diyorni egallashni emas, butun qishloqni qorong'ulikka aylantirmoqchi edi. Kaltora bilan hal qiluvchi jang. Diyorning ruhiy dunyosi yoriladi. Tun asta-asta yaqinlashayotgan edi.
Quyosh botgach xonadagi barcha shamlar yondi, ammo bugun ularning nuri har doimgidan boshqacha, xira, bezovta, bir tekis yonmas. Go'yo shamning og'zi ham qo'rqayotgandek miltillardi. Hamida menga tik qaradi. Diyor, bu tun eng xavf tun. Kaltora egallashi. Hamida yon-atrofga qaradi, davom etdi. Faqat tashqi himoya bilan shug'ullanamiz. Kaltora bilan yuzma-yuz kurashasan. Abror yonimga, qo'limni mahkam ushlab. Aka, sen bunga tayyormisan? Men anchadan beri ilk bor og'zimni mustahkam tutdim. Tayyor bo'lishim shart. Bu nafaqat o'zim, balki sizlar uchun ham. Tunda boshlanadigan ovoz. Toshdek sukunatdan so'ng deraza ortidan tanish pichirlash boshlandi. Diyor. Men chuqur nafas oldim. Men keldim. Shamlar birin-ketin ochib tush boshi. Xona qorong'ulashdi. Fotima opa eshikni ichkaridan qulfladi. Boshlanmoqda, dedi Hamida. Shu mahal birdan shamlarning barchasi bir zumda yondi. Lekin bu endi shamning oddiy nuri emas, ular yashil rangda yonar, tutundek bilinmas, ammo xavfli nur taratardi. Hamida vahimaga tushib ovozini ko'tardi. Bu yaxshi emas. Kaltora. Men eshitdim, ichkaridan yuragim tomon nimadir tortayotgandek edi. Bu Kaltora edi. Diyor, qani, yur. Qo'llarim ozozdan tortilib ketdi. Tanam muzlab borardi. Men ichki qarshilik bilan otilib dedim. Men senga ergashmayman. Soya birdan xonaga yalang'och ko'rinishda qaytdi. Endi u faqat soya emas, u yarmiga odam, yarmiga qorong'ulikdan yasalgan mavjudotga o'xshardi. Uning tanasi orasidan qora tutun chiqardi. Sen ergashasan, dedi u, chunki sening yarming allaqachon meniki. Diyor hushidan ketadi. Shu payt tanamda kuchli zarba bo'ldi. Kaltora qo'lini havoda silkidi va men yerga yiqildim. Ko'zlarim qorayib ketdi. Nafasim to'xtayotgandek bo'ldi. Mening so'nggi eshitgan ovozim. Meni kut. Va shunda men hushimdan ketdim. Diyorning ruhiy dunyosi. Ko'zlarimni ochdim, lekin bu dunyo men bilgan dunyo emas edi. Atrofda hech narsa yo'q, faqat cheksiz qora bo'shliq. Menga qarshi hech bir yo'nalish yo'q, yer yo'q, osmon yo'q, faqat cheksiz zulmat. Shu payt uzoqdan oqish nur ko'rindi. Nur menga yaqinlashib odam shakliga kirdi. Bu Muso edi. Uning yuzi tinch, mehribon, ammo gamgin edi. Diyor, dedi u, biz ruhlar maydoniga tushdik. Bu yerda na vaqt, na jism bor. Faqat iroda va kuch. U qayerda? Dedim. Muso qo'limga qo'lini qo'ydi. U keladi. Bu maydon uning uyi. Lekin sen yolg'iz emassan. Men bu safar sen bilan oxirigacha kurashaman. Bir zumda sovuq shamol esdi. Qorong'ulik yorildi. Uchayotgan qora tutunlar orasidan Kaltora paydo bo'ldi. Endi u toliq odamga o'xshar, lekin yuzida hech qanday jon yo'q, bosh, mudhish, qotma nigoh bilan. Nihoyat, dedi u, bu maydon seniki emas. Bu mening uyim. Sen bu yerda kuchisan. Men Muso tomonga qaradim. Bu rostmi? Muso jilmaydi. Bu yerda qoidani kuch belgilaydi. Lekin u sening istedodingni hisobga olmayapti. Qaysi istedod? Sen ikki dunyoni ko'ra olasan, Diyor. Bu odamlarga berilmaydigan kuch. Kaltora seni shu uchun tanlagan. Sen ikki olam orasidagi ko'priksan. Kaltora qo'rquv bilan emas, shodlik bilan kuldi. Ha. Men qadam tashladim. Men senga tanamni bermayman. Kaltora yaqinlashdi. Sen berasan. Chunki sening zaif joying bor. Muso oldimga tushdi. Kaltora chinqirdi. To'xtagin, Muso. Sen o'zingni himoya qilolmading. Sen unga yordam bera olmaysan. Muso jilmaydi. Endi yordam beraman. Haqiqiy jang boshlanadi. Kaltora butun maydonni titratib qichqirdi. Qorong'ulik uni o'rab ulkan shaklga aylantirdi. Endi u odam bo'lmay qolgan edi, uzun qo'llar, tigday barmoqlar, qo'rqinchli ogiz. Men Muso bilan yonma-yon turdim.
Diyor, dedi Muso. Bu maydonda fikr kuch beradi. Fikr nurga aylanadi. Unga qarshi kurashish uchun o'z qo'rquvingdan nur yaratishing kerak. Qanday nur? Sen kimligingni esla. Insonligini. Yorug'lik tarafingni. Ota-onangni. Orzularingni. Yashash istagingni. Men ko'zlarimni yumdim. Ota-onamning kulishi. Bolaligimdagi quvonch. Bir kun avvalgi oddiy hayotim. Yog'du ichimdan portlab chiqdi. Kaltora qichqirdi. Yo'q. Muso yonimdan ovoz berdi. Davom et. Bu hali tugamadi. Men ichimdagi barcha yorug'likni tasavvur qildim. Nur qo'limdan chiqdi. U kaltoraga tegdi. Ruh orqaga otilib ketdi. Bu qanday? Dedi u hayratda. Muso kuldi. Insonning yuragi seni yengishi mumkin. Chunki sen olgansan. U esa tirik. Kaltoraning so'nggi zarbasi. Kaltora barcha kuchini yigib menga otilib keldi. Bu safar u o'zini tiymadi. Men yiqildim. Muso meni ushlab qoldi. Tur, dedi u, ruhlar maydonida yiqilish mag'lubiyat demak. Men qiyinchilik bilan turdim. Yorug'ligim sustlashardi. Kaltora quvonch bilan yaqinlashdi. Ko'rdingmi? Sen kuchlisan. Men seni tanladim chunki sen eng zaifsan. Men titrab dedim. Yo'q. Men zaif emasman. Men insonman. Insonda qo'rquv bo'ladi. Lekin insonda iroda ham bo'ladi. Ichimdagi barcha kuchni yigib so'nggi marta nur chiqarishga tayyorlandim. Kaltora menga qarshi qora to'lqin yubordi. Nur va zulmat to'qnashdi. Maydon yorildi. Qichqiriqlar osmonga ko'tarildi. Nur zulmatni teshib o'tdi. Kaltora qattiq chinqirdi. Sen menga hurlik bermading. So'ng u parchalandi. Tutun shamol kabi tarqaldi. Qorong'ulik yo'qoldi. Ruhiy maydon tugaydi. Men yiqildim. Muso yonimga kelib jilmayib. Sen buni uddalading, Diyor. Sen meni ham ozod qilding. O'zimni kechiraman. Men qaytamanmi? Dedim men charchoq bilan. Muso bosh irgadi. Ha. Lekin men emas. Men bu yerda qolaman. Ammo sen odamlar olamiga qaytasan. U qo'limni ushlab dedi. Yodingda bo'lsin, hech bir ruh seni egallay olmaydi. Chunki sen o'zing yorug'lik manbasisan. Nur meni o'rab oldi. Men yuqoriga ko'tarildim. Ko'zlarim yumildi. Uyg'onish. Ko'zlarimni ochdim. Fotima opa mening yonimda yiglab o'tirardi. Diyor. Diyor ko'zini ochdi. Dedi u baqirib. Abror yugurib keldi. Aka. Tirik ekansan. Men o'tirib chuqur nafas oldim. Ichim bo'sh edi. Haligacha sovuq emas. Hech qanday ovoz yo'q. Hech qanday pichirlash yo'q. Hamida kulib dedi. U ketdi. Kaltora butunlay yo'q bo'ldi. Sen ozodsan. Men sekin jilmaydim. Musochi. Hamida bosh egdi. U o'z joyiga qaytdi. Yaxshi joyga. Men ko'zlarimni yumdim. Yuragimda yengillik bor edi. Hammasi tugadi. Yoki shunday deb o'ylagandim. Eng so'nggi burilish. Biz uyga qaytayotganimizda mashina oynasidan tashqariga qaradim. Qishloq chetidagi daraxt yonidan o'tyapmiz. Daraxt tagida kimdir turardi. Uning silueti qorong'u lekin tanish. Muso emas. Kaltora emas. Balki o'zining butunlay boshqa shakli. U bir soniya menga qaradi. Keyin soya shamolga qo'shilib yo'qoldi. Men beixtiyor pichirlab yubordim. Bu nima edi? Shu payt ichimda yarim ochgan bir ovoz eshitildi. Bu oxiri emas. Men qo'rqib ketdim. Shunda Hamidaning ovozi eshitildi. Diyor. Hammasi joyidami? Men jilmaydim.
Ha, faqat charchadim. Ammo ichimda bilardim. Ruhlar dunyosi bilan bog'lanish oson yopilmaydi. Va bir marta eshik ochilgan bo'lsa, uni butunlay yopish mumkin emas. Qaytgan soyalar. Diyor uchun yangi yo'l boshlandi. Qishloqni tark etayotganimizda yengillikni his qilgan edim. Mashina ichida Abror uxlab ketdi, Fotima opa ko'zlarini yumgan, Hamida esa jim o'tirar edi. Ammo men oynadan tashqariga qarab ketayotganimda daraxt yonida turgan o'sha soya meni yana bezovta qildi. U bir zum qaradi. So'ng yo'qoldi. Men o'zimni ovutdim. Bu charchashdan. Bu faqat tasavvurim. Lekin ichimdagi titroq ketmas edi. Uyga qaytish. Ertasi kuni tongda uyimizga yetib bordik. Onam meni quchoqladi. Bolam, nega rangin o'zgargan? Kasal bo'lib qoldingmi? Men jilmayishga harakat qildim. Yo'q, onajon, charchadim xolos. Onam menga juda diqqat bilan qaradi, go'yo yuzimdagi o'zgarishni sezgandek. Men ko'zguda o'zimga tikzardim. Ko'zlarim normal edi. Qora halqalar yo'q. Ichkarida qora nuqtalar yo'q. Hammasi yaxshi. Men o'zimni o'zim ishontirdim. Kaltora yo'q bo'ldi, tamom. Lekin o'sha kech bu fikr butunlay o'zgardi. Birinchi tungi uyg'onish. Soat 2:47.